Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun 17-yanvar do'stlar. Biruni shahrida katta sklad, zdaniya sotiladi do'stlar. Bu zdaniyamizning yer maydoni juda katta. 20 sotik, 20 sotikdan ham ortiq ziyodaroq ham do'stlar. Eldini razmerini kelsak, eldini razmeri 40 metr, orqa tarafga qarab 50 metr ekan do'stlar. Ustlari shipirlangan, ustlari ham ya temirdan ishlangan do'stlar, buna og'ac emas. Eshiklari temir eshik, oynalari akfa oyna yaxshisidan qo'yilgan. Adresga kelsak, adresimiz Birni shahri, Biringi Xilab zavodning ichida do'stlar. Bu yerda bilasizlar, skladlar, zdaniyalar ko'p. Shularning ichida joylashgan. Prямо massa zavodning yonidagi darvozadan kirib kelasizlar, shu yerlarda joylashgan. Birinchi komnatadan boshlaymiz. Birinchi komnatamiz 3,5 ga 6, ikkinchi komnatamiz ham 3,5 ga 6 do'stlar. Polni ham billari ishlanib chiroyli bo'lib turibdi. Polni bir ishlab chiqarishni boshlasanizlar bo'ladi. Patologlangan. İkinci komutamıza kelsak, ikinci komutasi katta 12 ga 6 do'stlar. Mana 3 oynali katta zal. 4-chi komutamıza kelsak, 4-chi komutamiz ham shunday razmerda почти 12 ga 6 do'stlar. Eng oxirida garajda do'stlar. Sirtdan darvozadan kiraverasizlar. Polni mashinalaringizni kirgizib qo'ysangizlar bo'ladi. Yoki bir ishlab chiqarish qilsangizlar bo'ladi. Polni zabor bilan o'ralgan do'stlar. 4 taraf ham. Ochiq yeri yo'q. Zaborlar ham katta qilib, baland qilib ishlangan. Fundamentlarni qaranglar. Kamida 60 santimetrlik baland etib solingan. Hadavr rasxod etgan bu yerga do'stlar. Bu yoq chegarasina kelsak, bu yoq chegarasi mana shu ko'rib turganlaringizday katta qilib solinib turibdi. Mana shu yergacha. O'zi farq bo'lib turibdi svetida. Mana orqa tarafini ko'ringlar. Katta maydon. Bu yerda ishlab chiqarish bo'lgan, shlaka blok ishlab chiqarganlar avval. Hozir qurayotgani uchun sotajaq bo'ladi do'stlar. Oyoq tarafida kuxnyasi, tualet bonyasi, hamma narsasi bor. Ham ishlab chiqarib, ham shu yerda yashasangizlar bo'ladi polni. O'ralari o'ris og'ochdan bo'lgan. Bu oyog'ning shipirini ko'rsatib. Fermadan bo'lgan, temirdan. Bu yeri kuxnyasi ekan do'stlar. Bu yoqda tualet bonyasi do'stlar mana. Bahosini kelsak, bahosi $80,000. Aytilishi kelishilgan narxda sotiladi do'stlar. Telefon nomerlari yoziladi, zvont etib kelishib olasizlar. Ikki xil varianti bor ekan. Xohlasangizlar $15,000 berib turib, keyin qolganini bo'lib bersangizlar ham bo'ladi. Xohlasangizlar naqd pul asosida kelishib olsangizlar bo'ladi do'stlar. Bu yerda do'stlar gazdan, svetdan problem bo'lmaydi. Wi-Fi ham kelib turibdi shu yerda.